Kulminatsion nuqta. Stadionga yig'ilgan minglab, oynai jahon qarshisida esa millionlab insonlarning nigohi senga qaratilgan. Seni qahramonlik yoki millat dushmani bo'lishdan bor yo'g'i 11 qadam ajratib turibdi. To'pni olgan chog'ingdayoq qaror qabul qilib bo'lding, endi ortga yo'l yo'q. Diqqatni bir joyga jamlaysan, chuqur nafas olasan, to'p oldiga yaqinlashib o'sha muhim zarbani yo'llaysan va afsuski sen imkoniyatni qo'ldan boy berding. Bu yog'iga bir umr og'riq bilan yashashga mahkumsan. Futbolda shunday gap yuradi. Penalti bu deyarli gol degani. Bir tomondan bu ham to'g'ridek. Masofa juda yaqin. Oldingda salkam 8 metrlik darvoza va birgina darvozabon. Sen esa aynan ushbu zarbani yillar davomida mashq qilgansan. Lekin aynan shu pallada ruhiyat birinchi o'ringa chiqadi. Bugungi sonimizda yulduzlarning 11 metrlik nuqtadan yo'l qo'ygan eng muhim xatolarini ko'rib chiqamiz. Hozirdanoq like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yavering. Ishonchim komilki, video sizga yoqadi. Bu futbol faktlari, tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Dasturimizni Cristiano Ronaldo boshlab beradi. Faoliyati davomida 11 metrlik nuqtaga 200 martadan oshiqroq yaqinlashgan yulduz ularni golga aylantirish borasida ham master bo'lib ketgan. Aynan shuning ortidan uni ba'zilar hate qilishini bilsangiz kerak. Futbol tarixida penaltilardan eng ko'p gol kiritgan futbolchi ham bir nechta o'ta muhim zarbalarda adashgan va ular orasida ehtimol eng og'riqlisi Bavariyaga qarshi o'yinda yuz bergan. 2008-yilgi Chempionlar Ligasi finali-chi dersiz? Ha, u ham juda muhim bo'lgan, lekin yakunda baribir Ronaldo jamoasi g'olib chiqqan. 2012-yilning 25-apreli Chempionlar Ligasining yarim final javob bahsi. Ilk o'yinda Myunxenda 2-1 hisobida yutqazgan Real o'z uyidagi bahsda xuddi shu hisobni qayd etadi va o'yinni penaltilargacha borishini ta'minlaydi. Mourinho jamoasidan 11 metrlik nuqta oldiga eng birinchi bo'lib yaqinlashgan yulduz Noyerni dog'da qoldira olmaydi. Ta'kidlash joizki, o'sha kuni nuqtaga yaqinlashganlarning asosiy qismi gol urishni eplay olmagan, aniqrog'i darvozabonlar o'zini ko'rsatishgan. Shunday bo'lsa-da, eng og'riqli zarba madridistlar uchun aynan Krishniki bo'lgan. Jose ham barchadan kutgan bo'lsa-da, aynan Ronaldo bilan bunday bo'lishini hazm qila olmaganini ta'kidlab o'tgandi. O'yindan so'ng Cristiano Real muxlislariga ulardan bitta final qarzdor ekanligini va buni qaytarishini aytadi. Taqdirning ishlarini qarangki, Ronaldo xatosini naq 4 chempionlik bilan yuvdi. ...2012-yilga qaytar ekanmiz, finalni ham bir eslab o'taylik. Orangizda ko'pchilik ushbu finalni jonli tarzda kuzatgan bo'lsa kerak, yosh avlod esa highlightslar orqali bilishadi. O'yinning umumiy kartinasi sizga ma'lum. Bavariya hujumlar yomg'irini yog'diradi, Chelsea esa qahramonlarcha jang qiladi. Penaltilar seriyasida avvaliga Mata ishonchli oqla olmagan bo'lsa, keyinchalik Olich va Schweinsteigerning asablari dosh bermaydi. Tamom, Chelsea chempion. Ko'pchilikning miyasida aynan ushbu kadrlar qolgan, lekin bir muhim nuqtani hamma ham esga olavermaydi. So'nggi daqiqalarda raqib darvozasini ishg'ol etib, jamoasiga umid bag'ishlagan Drogba ekstra taymlarda 93-daqiqada penaltiga sababchi bo'lib qoladi. Agar Bavariya ushbu vaziyatdan foydalansa, tinimsiz himoyalangan Chelseaning qayta olishiga londonlik muxlislar ham ishonishi qiyin edi. Eng muhim zarba oldiga Bavariya yetakchisi sobiq aristokrat Arjen Robben keladi. Lekin o'sha kuni kuraj ushlab olgan chexni dog'da qoldirish oson ish emasdi. Aynan ushbu foydalanilmagan vaziyat jamoalarni yakunda lotereyaga boshlagan. Qolgani esa sizga ma'lum. Shuni ham qo'shimcha qilish joizki, xuddi Ronaldo kabi Arjen ham o'z muxlislari oldidagi aybini kubok bilan yuvgan. Futbol ko'rib yurgan insonlarning barchasi bu final haqida qanchadir miqdorda bo'lsa-da ma'lumotga ega. Germaniyada bo'lib o'tgan mundial finaliga uning ikki qo'shnisi Italiya va Fransiya chiqadi. Italyanlar bu nuqtagacha Avstraliya, Ukraina va mezbonlarni yutib kelgan bo'lsa, fransuzlar Ispaniya, Braziliya va Portugaliyani mag'lub eta olgandi. Uchrashuv aksariyat insonlarning yodida Zidanning Buffon darvozasiga Panenka uslubida gol urgani hamda ekstra taymlarda Marco Materazzini chala so'yilgan xo'rozdek tipirchilatib ketgani bilan qolgan. Ammo mag'lubiyatga sabab bo'lib qolgan bir zarba yoddan ko'tariladi.
Penaltilar seriyasi vaqtida barcha futbolchilar o'z imkoniyatidan to'g'ri foydalanib kelayotgan payt to'p oldiga yaqinlashgan David Trezege to'sinni poylab qo'yadi. Qolgani esa tamom. Futbolchilar boshqa xatoga yo'l qo'yishmaydi. Zinedin shu qadar buyuk shaxski, haligacha o'sha final eslanganda xato qilgan Trezege chempion bo'lgan Italyan futbolchilaridan ko'ra uning ismi eng birinchi bo'lib yangrayveradi. Afrika tomonlarga ham bir sayr etib kelamiz. Bu yerda so'nggi yillarning qaysidir ma'noda klassik to'qnashuviga aylanib qolgan Senegal va Misr qarama-qarshiligi haqida suhbatlashamiz. Oxirgi 3 Afrika Kubogida ular 2 bor to'qnash kelishdi. 2021-yil finalda, 2026-yil esa yarim finalda. Ikkala bahs ham Senegal foydasiga hal bo'lgan. Hozir biz gaplashmoqchi bo'lgan holat esa 2022-yilning bahoriga to'g'ri keladi. Jahon chempionati saralashining so'nggi play-off bosqichida bu ikki jamoa yana to'qnash kelib qolishadi. Avvaliga 26-mart sanasida o'tgan Misrdagi o'yinda mezbonlar minimal hisobda g'alaba qozonadi. 3 kundan keyingi javob bahsida esa Senegal xuddi shu hisobda ustun keladi. G'olibni hal qilish bir oy oldingi Afrika Kubogida bo'lgani kabi penaltilar seriyasiga qoladi. Avvaliga Senegaldan Kulibali gol ura olmaydi. Misrdan esa yetakchi sifatida jamoaga o'zgacha ruh berish uchun zarbaga yaqinlashgan Salah uni osmon falaklarga tepib yuboradi. Keyinchalik Misrdan yana 2 futbolchi o'z imkoniyatidan foydalana olmaydi. O'yinga yakuniy nuqtani esa aynan Salahning raqobatchi jamoadoshi Sadio Mane qo'yadi. Shunday qilib Misr 2 oy ichida ikkinchi bor Senegalga muhim nuqtada yutqazadi. Aynan ikkinchisi Salahga juda og'ir botganini his qilish qiyin emas. Tarixda shunday davr bo'ldiki, ispanlar Yevrofutbolda hech kimga nom bermay qo'yishdi. Qisqa muddat ichida 2 bor Chempionlar Ligasi finalida Madrid derbisi guvohiga aylandik. Hozir biz so'z yuritmoqchi bo'lgan o'yin roppa rosa 10 yil oldingi San Siroda bo'lib o'tgan bahs. Uchrashuvda Sergio Ramos Madridning oq tarafini hisobda oldinga olib chiqadi. Yannick Ferreira Carrasco esa 79-daqiqada muvozanatni tiklab, o'yinni ekstra taymlarga o'tishini ta'minlaydi. U yerda ham g'olib aniqlanmagach, jamoalar penaltilar seriyasiga taklif etiladi. Klublar kim birinchi zarba berishini aniqlab olganidek, kim qayerga tepishini ham kelishib olishgandek edi go'yo. Real futbolchilarining barchasi darvozabonning chap burchagiga tepgan bo'lsa, Atletico a'zolari Navasning o'ng tomoniga zarba berishgan. Bunday uzoq ketib bo'lmasdi, kimdir aniq adashardi. Ana shu inson Juan Fran bo'lib qoldi. Shu tariqa Real ikkinchi bor qo'shnilarini Chempionlar Ligasi finalida mag'lub etadi. Videoni shu yerigacha ko'rib, bir narsani qoldirib ketganimizni payqaganlar bormi? Ikkinchi taymning 47-daqiqasida Pepening qo'polligidan so'ng Fernando Torres penalti ishlaydi. Zarbaga yaqinlashgan Atleticoning eng yorqin yulduzi esa darvoza to'sinini poylaydi. To'g'ri, keyin o'yin ancha davom etdi. Antoine seriyada o'z golini urdi ham, lekin o'sha holatdagi aybdorlik hissi Grizini tark etishi ilojsiz masala edi. Inglizlar Gareth Southgate qo'l ostida yomon natijalar qayd etishmagan. Ketma-ket 2 ta Yevroda final, Jahon chempionatlarida esa bir bor yarim va bir chorak final. Unga qilingan asosiy tanqidlar esa sifatli yulduzlarga to'lib toshgan jamoani juda pragmatik o'ynatgani edi. Finallarda ham aynan raqiblaridan tarkib tomonlama yulduzliroq holatida kam vaziyat yaratib mag'lubiyatga uchragan. Hozir biz Angliyaning uyida o'tgan Yevro finalini yodga olamiz. Uchrashuvni yaxshi boshlagan mezbonlar Luke Shaw'ning goli evaziga hisobni ochadi va qolganiga avtobus qo'yishadi. Ikkinchi taymda Bonucci baribir bu devorni buzib o'tadi. Shu tariqa o'yin penaltilargacha cho'ziladi. Aynan ushbu penaltilarni o'ylagan Southgate o'yin tugashidan sal oldinroq Saka, Rashford va Sancho kabi yosh yulduzchalarni tashlaydi. Biroq taqdirning ishlarini qarangki, aynan Gareth zarba berishni ishongan yigitlar birin-ketin xatolar qilishadi. Shu sababdan bu voqeani bir kishi emas, umumiy Angliya termasi futbolchilarining xatosi deya yodda saqlab qolsak to'g'ri bo'ladi nazarimda. Yevro finalidan Yevropa Ligasi finaliga o'tamiz. 2021-yilning 27-may kuni Polshadagi Gdansk Arena Unai Emeryning Villarreal va Ole Gunnar Solskjaerning United o'rtasidagi bahsga mezbonlik qiladi. Uchrashuvda hisobni 29-daqiqada Gerard Moreno ochgan bo'lsa, Edinson Cavani 55-daqiqada muvozanatni tiklovchi golga mualliflik qiladi.
Shundan so'ng darvozalarga boshqa yo'l topilmaydi va o'yin penaltilar seriyasigacha yetib boradi. Bu bahsning o'zgachaligi shundaki, seriyaning o'zi 15 daqiqadan ko'proqqa cho'zilgan. Darvozabonlarning o'ta no'noq harakatidanmi yoki tepuvchilarning juda mahoratliligidan ishqilib maydondagi ikki jamoaning 10 tadan o'ynovchi futbolchilari zarbani bexato amalga oshirishadi va shu tariqa navbat darvozabonlarga yetib keladi. Rulli o'z imkoniyatidan foydalanadi. 22 futbolchidan faqatgina David De Gea gol urishni eplay olmaydi. Seriyada birorta zarbani qaytara olmagani yetmagandek, yolg'iz xatoga yo'l qo'ygan futbolchi bo'lish o'sha kuni Davidga og'ir botgani kundek ravshan. Janubiy Afrikada bo'lib o'tgan Jahon chempionati chorak finali Urugvay va Gana o'rtasidagi jang. Afrikaliklar safida Salli Muntari gol urgan bo'lsa, Janubiy Amerika vakilidan Diego Forlan katta sahnaga chiqadi. Ekstra taymlarning so'nggi soniyalarida Luis Suarez sahnani bo'shatib qo'yinglar deydi va darvozabonlar ham hasad qiluvchi o'sha mashhur seyvini amalga oshiradi. Yelkasiga millionlab vatandoshlarining umidini yuklagan Asamoah Gyan negadir chumchuq poylashni amalga oshiradi. Bo'ldi, tamom. Bu yog'iga seriyada Gyanning gol urgani-yu jamoadoshlari pand berganini hech kim eslamaydi, hattoki ganaliklar ham. Hammaning yodida Suarez va holatni ko'kka sovurgan Asamoah Gyan. Yana Yevrofutbol, inglizcha final. Manchester United va Chelseaning prime davrlari. Haybatli Lujniki stadionidagi o'sha yomg'irli kecha. Uchrashuvda avvaliga Ronaldo Manchesterni oldinga olib chiqadi. Taym yakunlanishi oldidan 45-daqiqada Frank Lampard hisobni 1-1 ko'rinishiga keltiradi. Oramizda bu uchrashuvni jonli kuzatmaganlar ko'p, ko'rganlar uchun ham ancha bo'lib ketdi. Agar iloji bo'lsa, YouTube'dan ushbu o'yin highlightslarini topib ko'ring. Juda ham shiddatli o'yin bo'lgan. Xullas, 115-daqiqada kichik janjalcha yuz beradi. Ushbu holatda Vidichning yuziga urib yuborgan Drogba maydondan chetlatiladi. Shundan keyingi eng muhim holat bu penaltilar seriyasi. Avvaliga Tevez, Ballik, Kerrik va Belletti o'z zarbalarini aniq amalga oshirishadi. Keyin to'p oldiga yaqinlashgan Unitedning asosiy penalti tepuvchisi esa Chexni alday olmaydi. So'ngra Lampard, Hargreaves, Ashley Cole va Nani gol urishadi. O'yinni yakunlab beruvchi zarba esa Sardor Jon Terriga ishonib topshiriladi va taqdirning ishlarini qarangki, aynan u zarba chog'ida toyib ketadi hamda darvoza ustunini nishonga oladi. Uning ortidan Anderson, Kalu va Giggs o'z zarbalarini golga aylantirishgan. Oxirgi bo'lib to'pga yaqinlashgan Anelka Van der Sarni alday olmaydi va shu tariqa o'yin yakuniga yetadi. Nikolyaku mayli, u gol urganda keyingi sherigi ham adashishi mumkin edi, lekin Terri barchasiga yakun yasash imkonini boy bergandi. Aynan shu narsalar o'sha o'yin yakunida Sardorning ich-etini yeganini his qilish qiyin emasdi. Ushbu dasturda 10-futbolchi sifatida keltirilishni 10-raqamning afsonaviy egasiga topshirdik. 2016-yil Copa America finali. AQShdagi muhtasham MetLife Stadium mezbonligida o'tgan bahs xuddi o'tgan yilgi finaldek Chili va Argentina o'rtasida bo'lib o'tadi hamda xuddi oldingisi kabi 0-0 hisobida tugaydi. Penaltilar seriyasini bu safar ham Chili birinchi boshlaydi, lekin farqli ravishda Vidal bu safar mo'ljalda adashadi. O'tgan yilgi turnirdagi seriyada argentinaliklar safidan yagona aniq zarbani yo'llagan Messi bu safar ham birinchi bo'lib to'p oldiga yaqinlashadi. Lekin eng muhim pallada Leo adashadi. Shundan so'ng jamoalar ikkitadan aniq zarbani ijro etishadi. 4-zarbaga yaqinlashgan Lucas Bilya esa ishonchni oqlay olmaydi. Francisco Silva gol urib, Chiliga ketma-ket ikkinchi chempionlikni tortiq etadi. O'sha turnirni Messi juda yorqin o'tkazgan, 5 ta gol ham urgan, lekin bu turnir eslanganda barchaning yodiga uning ko'z yoshlari keladi. Bu Leo uchun termadagi ketma-ket 3-yirik finaldagi mag'lubiyat edi. Video boshida keltirilgan Ronaldo va Robben bilan bo'lganidek taqdir Messidan ham qarzini uzdi. Aynan penaltilar seriyasida jahon chempioni ham bo'ldi. Muhim penaltilar evaziga Copa America g'olibiga ham aylandi. Baxtli yakun. Ko'kka sovurilgan muhim penaltilar haqida gap ketganda eng birinchi eslanadigan yulduzni bu ro'yxatga qo'shmasdan ilojimiz yo'q edi.
1994-yilgi mundial AQSh yashil maydonlarida o'tkazilgan va uning finaliga Braziliya hamda Italiya termalari yetib kelishadi. 94 mingdan ortiqroq tomoshabin yig'ilgan Rose Bowl stadionidagi o'yin 0-0 hisobida yakunlanadi va g'olibni aniqlash lotereyalarga qoladi. Italyanlardan 5-bo'lib nuqtaga ushbu turnirda jarohat bilan o'ynab 5 gol urgan va barchasi o'ta muhim play-off o'yinlarida yuz bergan, ya'ni jamoani finalga yelkasida olib chiqqan Roberto Baggio yaqinlashadi. Ne ko'z bilan ko'ringki, o'sha mudhish xato yuz beradi. Keyinchalik Baggioning so'zlariga ko'ra, u o'sha penaltidan so'ng bir muddat o'lishni ham xohlagan. Aslida voqelikka real ko'z bilan qaralsa, Baggio gol urganda ham braziliyalik futbolchi 5-zarbani aniq tepib jamoasiga g'alaba taqdim etishi mumkin edi. Chunki Robertoga qadar Daniele Massaro va afsonaviy Franco Baresilar ham vaziyatni ko'kka sovurishgandi. Roberto Baggioning qay darajada buyuk nom ekanligini 1994-yilgi mundial haqida gap ketganda Braziliyaning chempionligidan ko'ra uning noaniq penaltisi ko'proq eslanishidan ham bilib olsangiz bo'laveradi. Bugun sanab o'tgan holatlarimiz orasiga yana bir hodisani bonus sifatida qo'shib ketmasak bo'lmaydi nazarimda. 2024-yilgi Osiyo Kubogi chorak finali. Mezbon Qatar O'zbekistonga qarshi. Ishonchim komilki, bu o'yin hali yodingizdan chiqib ulgurmagan. Uchrashuvda hisobni mezbonlar a'zosi Hassan Al-Haydos ochadi. Javob goliga esa Odiljon Hamrobekov mualliflik qilgan. Shu tariqa hisob boshqa o'zgarmaydi va jamoalar penaltilar seriyasiga taklif etiladi. Zarba yo'llashni biznikilar boshlab berishgan. Otabek Shukurovning goliga Akrom Afif javob qaytaradi. Keyin kutilmaganda Rustam Ashurmatov darvozabonni alday olmaydi. O'sha paytda baxtimizga Almoyaz Ali ham O'tkir Yusupovni dog'da qoldira olmagan. 3-bo'lib zarbaga yaqinlashgan Shahboz Umarov darvozabonga umuman imkon qoldirmaydi. Al-Mahdi Ali esa to'pni oyga qarata uchirib yuboradi. Ana endi o'yinning kulminatsion nuqtasi. To'p oldiga termada endigina 4-bor maydonga tushgan 20 yashar qanot himoyachisi Zafarmurod Abdurahmatov yo'l oladi. Ko'rinishidan o'ziga ishonchi juda baland hamyurtimiz afsuski darvozabonni dog'da qoldira olmaydi. Keyin qatarliklar ustunlikni og'dira boshlashdi. Yetmaganiga Sardorimiz ham zarba yo'llashga u darajada tayyor bo'lmagani ham oydinlashdi. Shu tariqa Qatardan yaxshiroq ko'ringan holda turnirni tark etgandik. Bu video orqali hamyurtlarimizni ayblashdan yiroqmiz. Bunday xatolar ne buyuk nomlar bilan ham uchrab turishini avval boshidan beri eslatib kelyapmiz. Biroq ushbu o'yin eslanarkan har bir o'zbekning ichida uzoqroqdan kelib tepmaysanmi Zafarmurod, burchagiga kuchliroq zarba bilan joylab qo'ymaysanmi Jaloliddin degan jumlalar tinimsiz aylanaveradi. Videoni shu yerigacha ko'rgan bo'lsangiz, ehtimol u sizga yoqqan. Shu pallada unga like bosib, izoh qoldirib, kanalga obuna bo'lib ketsangiz, biz uchun juda katta yordam bergan bo'lasiz. Har ehtimolga qarshi video ostida donat uchun ham link qoldirib ketaman. Sizlar bilan futbol faktlari va men Rustam Arslonov bo'ldim. Yana yaxshi kunlarda uchrashguncha o'zingizni asrang.